Assalomu alaykum. Doktor Mushtariy ma'muriy kanali kuzatuvchilari. Bugunda bizda mehmon bor va mehmonimiz ona suti bo'yicha mutaxassis. Bunday mutaxassislar O'zbekistonda juda ham kam, afsuski, va bugun bulardan so'ramoqchiman, qanday qilib ular bu sohaga kirib kelganliklarini. Assalomu alaykum Shahlo. O'zingizni tanishtirib bering. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Ismim Shahlo, yoshim 30 da va men ona suti bo'yicha konsultantman. Ya'ni o'sha aytganingizdek mutaxassisman. Bu faoliyatni 1 yildan beri olib boryapman. Gapirib bering, nima uchun bu soha? Nega, qanday qilib kirib qoldingiz? Hoynahoy qanaqadir og'riqdan o'tganmisiz yo shunchaki qiziqib qolganmisiz? Albatta og'riq orqali, chunki o'zim birinchi farzandimni dunyoga keltirganimda qiynalib qolganman. Oldindan emizaman deb tayyorlanganman. 9 oy har xil YouTube'da videoroliklar, podkastlar eshitganman. Bitta mashhur bloger bor edi, ona suti haqida ko'p gapirardilar YouTube'da. Ularning hamma videolarini ko'rib, o'zimni 100% tayyor deb o'ylaganman. Lekin aytishlaridek, teoriya boshqa bo'ladi, amalda boshqa bo'ladi. Bolamni tug'ganimdan keyin juda ham qiynalganman. Chunki ma'lumot ko'p bo'lgan, lekin kichkina qanaqadir sirlari haqida yoki kichkina detallari haqida ular aytib o'tmagan. Masalan, rejim tutmaslik haqida ma'lumot bo'lmagan. Balki ular o'ylaganki, bu a priori odam bilishi kerak, tak biladi deb, lekin men shu haqida bilmaganman. O'ylaganmanki, yig'lasa emizaman, jim yotsa emizmayman deb. Yoki birinchi kun sut kelmasligini bilganman, lekin 4-5-kunda kelishi mumkinligida yoki birinchi 3 soat yoki maksimum birinchi 6 soatda emizmasangiz sutingiz kechroq kelishi mumkinligi haqida ham bilmaganman. Shu roddomda men xususiy roddomda tuqqanman. U yerda xususiy roddom bu qayerda? Bu Samarqandda. Toshkentda yo'q ekan. Yo'q, endi ochiladi, xudo xohlasa. Hayron bo'laman, nimaga Samarqandda ikkita bizda xususiy roddom, Toshkentda yo'qdi. Juda ham sharoitlari yaxshi. U yerda prям bolani sirazu olib ketishadi, ona dam olsin deyishadi. Janubiy Koreya ekanda olib qaragan. Lekin bu xato baribir, chunki birinchi mana shu 6 soat zolotoy час yo'q, sirazu prikladovать qilishmaydi. Aynan mana shu menda katta xato bo'lgan. Men ham yotaverganman. Dam olishimga, chunki tug'ruq jarayoni qiyin o'tgan. Men ham yotaverganman. Mayli, dam olaman bugun, ertaga emizsam emizarman deb. Bir marta olib kelishgan, bolangizni ko'rasizmi deb. 1 daqiqa emganmi, yo'qmi, ketib qolgan. Keyin o'zim yotib yotavermayman-ku, borib bir emizib ko'ray, o'rganay deb borgan. Men baxtimga o'g'limga smes berishgan, soska berishgan, butulka berishgan, lekin u baxtimga judayam anaqa tug'ilgan, что сразу ko'krakka yopishib qo'yib yubormaydigan. Chunki ba'zi chaqaloqlar bor, birinchi kundan og'isi kelmaydi, uyqusiraydi, u bo'ladi. U yo'q, u как yopishib oldi, bo'ldi, qo'yib yubormadi. Lekin men to'g'ri emizganman. Shuncha video ko'rganim bilan amalda emiza olmaganman. Hech kim kelib Shahlo, noto'g'ri emizyapsiz, bunaqa emizish kerak emas, bunaqada sutingiz tez kelmaydi demagan. Hamma ko'rgan vроде бы emizayotganimni, lekin qanaqadir konkret tavsiya bermagan. Faqatgina emizishdan oldin sog'ing, emizishdan keyin sog'ing, ko'kragingizni har emizganda yuving yoki bolangizga smes bering. Mana shunaqa qanaqadir noto'g'ri tavsiyalar berib meni chalg'itishgan. Shunaqa stressga tushib qolganman. Вроде бы shuncha bilim olganman, shuncha tayyorlaganman, na sut bor, na bola jim yotadi, бесконечно to'xtovsiz yig'lagan. Mana bu har doimgidek smes bering, bola vazn yo'qotyapti, bola unaqa. Smes berganman. Shpritsda berganman. Menda juda unaqa edi, что men butulka bermayman. Даже bolani olib ketishsam orqasiga poylab ketardim. Soska bermayapsizlarmi deb berishgan bu soskani otib turib tashlardi. Mana shu smes berganim o'zimni qo'lim bilan shpritsda smes berganim uchun katta travma bo'lib qolgan. Chunki men 9 oy ideal jarayonni tasvirlaganman o'zimda, osongina olib emizaman, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Balo. O'shandan aytganman, nimaga unaqa, nima qildim, nima noto'g'ri qildim. Oldimda yotgan qiz ham ularning bolalari reanimatsiyada bo'lgan. Kunni bilan sog'yaptilar ko'krakni, to'xtovsiz. Sut kelyapti, sog'yapti, sut kelyapti, sog'yapti. 1,5 litrli baklashkalar to'lib turibdi.
muncha bo'lardi. Birinchi kundan menda sut kelgan, men sog'ishni boshladim deb. Umuman ovqat yemayaptilar. Choy ichsam ham sut keladi, ovqat yesam ham sut keladi. Men qo'rqaman degan. Men qarab o'tirganman, shunaqa muammo bo'ladimi deb. O'shanda men qanaqadir rolik ko'rgandim, qancha ko'p sog'sa ona shuncha ko'p sut bo'ladi degan. Lekin shu gapimni ayta olmaganman shu qizga. Men kimman degan, o'zi bitta bolamni uddala olmayapmanki, u qizga tavsiya berishga. Hatto oylar bilan telefonda gapirganda, "Voy, shirguruch yesam sutim yana kelyapti, ovqat yemayman, och o'tiraman" deganlarda, o'shanda ayt Shahlo, ayt. Unaqa shirguruchdan sut ko'paymaydi, sog'ayotganlar uchun ko'payapti deb ayt. Yana ayta olmagan. Ana shu narsalar esimda qolgan. Men bitta onaga yordam bera olmaganman, o'zim ham yordam bera olmaganman. Shu holda uyga kelganmiz. Ko'kraklarim yara bo'lgan, juda ham qiynalganman. Keyin lanolin olganman, o'qiganman, xullas qiynalib ketganman. Yana qo'shimcha videolarni olib, pulli leksiyalarni olib sotib olib o'qishni boshladim. Unda oldin hammasi bepul edi. Keyin pullilariga o'tdim. Turmush o'rtog'imga bo'lmaydi, pul bermasangiz, yo smesga o'tamiz, yo pul berishingiz kerak. Chunki uyda o'tiraman, bir so'm pulim yo'q. Har xil leksiyalarni o'qib, har kuni turmush o'rtog'im, bilasizmi, mamnaqa ekan. Nimaga menga hech kim aytmagan? Aytsa bo'lardi-ku. Neujeli hech kim shu gaplarni bilmaydi deb shokda bo'lgan. 100 marta oldilariga kelganlarimda ular ham aytgan. Bo'ldi, Shahlo, tinch qo'y meni. Shuncha ichingda gaping bor ekan, Instagram ochib gapir shularni deganda, "Raz ichingga sig'mayapsan." Yo'q, qanaqa gapiraman deganman. Mana shuncha bilim olyapsan-ku, o'zbek segmentida yo'qmi bu ma'lumot degan? Yo'q deganman. Chunki rostda menga bu haqda hech kim gapirmagan. Bo'lmasam shu mavzuda gapir degan. Keyin xo'p deganman, yana kurs olib, Instagram yuritish bo'yicha ham o'qiganman. Menda shunaqa nimadir boshlamoqchi bo'lsa, kurs olib o'qishim kerak deb o'ylayman. Ya'ni siz shunda boshlamaysiz. Da, professional darajada Instagram ochgan. Avval oddiy ona sifatida ochganman, chunki qo'rqganman. Har xil o'sha tavsiyalarni berib, gapirib, u bu aytganda, rostdan ko'rganman, что rostdan ma'lumot kam o'zbek segmentida. U nechinchi yillar edi, Shahlo? O'g'lim 3 oylik edi, hozir 3,5 yoshli, 3 yil bo'lyapti. 21-yil ekan. Da. Oktyabr oyida, iyulda o'g'limni tug'ib, oktyabr oyida o'sha boshlaganman. Chunki uyqusida ham muammo bo'lganda, uyqu bo'yicha ham leksiya olganman. Даже uyqu ritmlari haqida, bola ma'lum bir vaqt uyg'oq bo'lishi, ma'lum bir vaqtda uxlashi kerakligi haqida bilmagan. Qachon uyqusi kelsa uxlaydi-da deb o'ylaganman. Shu haqida gapirishni boshlaganimda ham boshqa onalar, "Voy, biz bilmasdik, shunaqami? Men ham har 2 soatda uxlatardim. Qachon yig'lasa uxlatardim yoki emizish bo'yicha 3 soat tanaffus yoki eng ko'p nima deydi, kommentariy yig'gan postlarimda biri dieta haqida edi. Dieta tutish kerak emas degan, hamma shokka tushgan. Qanaqasiga apelsin yeysizmi, klubnika yeysizmi, voy shirinlik yeysizmi, yuzda to'xshadi. Akna nоворождённых haqida deyarli ko'pchilik bilmas ekan. U gormonal o'zgarish sababli bo'lishi uchun yokida keyinchalik bizda o'g'limda dermatit atopichskiy bo'lgan, u haqida gapirib chiqqanman. Xullas shu gapiraverganimda bilganmanki, что rostdan ham odamlarga mutaxassis kerak. Mana shu yo'nalishda gapiradigan, ma'lumot beradigan. Albatta bu mavzuda gapirishni boshlaganimdan 6 oyda farzandimga qo'shimcha ovqat kiritishni boshlaganman. Uni ham ko'rsatdim. U payt bu вообще furor bo'lgandi, chunki men bo'laklar shaklida kiritganman o'sha BLV metodi bo'yicha. U haqida ham keyin o'qishni boshladim. To'laqonli prikon bo'yicha konsultant bo'ldim. Keyin emizish bo'yicha o'qishni boshladim. U yo'nalishda ham konsultant bo'ldim. Ular sertifikatlarim ko'p bo'lib ketdi. Men endi hammaga yordam beraman, shu yo'nalishda ketaman deb boshladim. O'zim aytsam, boshida bepul tavsiyalar beraman, bepul konsultatsiya o'taman. O'zimni Terezadek his qilgandim. Hammani qutqarib yordam beraman deb 4-5 marta Sergeli, Chilonzor, uyimizdan uzoqda u yo'nalishlar borib keldim. Bepul konsultatsiya berdim, lekin afsus, men kutgan natija bo'lmadi. Chunki baribir bepul ma'lumotning qadri unchalik bo'lmaydi. Onalar buni
ha kelib ketdi-da deb qabul qilishadi, harakat qilgilari kelmadi. Xafa bo'ldim, depressiya bo'ldim, yig'ladim. Nimaga qanday yordam bermoqchi edim-ku, nimaga olishmayapti, qabul qilishmayapti, uylariga borib o'rgatgan narsamni qilishmayapti. Uxlab qoldim, masalan, kechasi uyg'onib sog'ishingiz kerak, istingiz kelishi uchun har 3 soatda budilnik qo'yib uyg'oning deb. Ertasi kuni yozib uxlab qoldim. Qaynonam urushib berdilar, erim turishga qo'ymadi. Unaqa bahonalar xuddi menga kerak deb. Xafa bo'ldim, yo'q dedim. Demak, pulli konsultatsiya qilaman. Unaqa nima deydi, bepul yordam berishni to'xtatishim kerak deb. Endi mana hozirdan emas, bir necha oydan beri pullik faoliyat yurityapman. Ya'ni konsultatsiyalarga onalar murojaat qilsa, rostdan ularga kerakligini bilsam, ular o'sha meni ishim va o'zlarining harakatlarini uchun nimadir to'lashga, ya'ni o'sha pulni to'lashga harakat qilishga tayyor bo'lsalar, ish jarayonini boshlaymiz. Chunki bildimki, agar onada xohish kuchli bo'lmasa agar meni yordamim ularga kerak bo'lmay qoladi yoki noto'g'ri ishlatilishlari ham mumkin. To'ppa-to'g'ri, shu gapingizga 100% qo'shilaman. Sababi o'zim ham onlayn konsultatsiyalar qilishni boshlaganimda, neonatolog sifatida birinchi oy yanvar oyida shu konsultatsiyalarni yo'lga qo'yaman degan, hammaga bepul qilib beraman deganman-da, Instagramimni rivojlantirish uchun za подписку konsultatsiya degan. Nechtayam odam hozir aniq esimda yo'q, lekin 50 tami 60 tami odam yozilgan, lekin atiga 33 tasi kelgan. Qolgani просто uxlab qolgan. O'sha payt onlayn, to есть men ularga onlayn qo'ng'iroq qilaman, yo WhatsAppdan, yo Telegramdan yoki yana Zoomda. Ular просто kelishmagan, shokda bo'lganman, tushunganman, yo'q. Kimdir onda kechqurun onda konsultatsiya degan. Xo'p deb, o'zim ham kichkina farzandim bu payt bor edi. Ya'ni oilamdan kechib shularga yordam beraman deganimda, keyin oxirida voy dori yozmaysizmi degan ekan. Tiq. Qanaqasi ular ko'p shamollaydigan bolasini immunitetini yaxshilash bo'yicha konsultatsiya olgandilar. Hamma narsani kuyib yonib tushuntirib oxirida voy dori yozmaysizmi deganlarda с вами все понятно. Да, haqiqatda afsuski shunaqa. Siz ham keyin o'qigingiz ham kelmay qolar ekan. Da, to'g'ri. Men dasha eksperiment qilib ko'rganman. Bitta ona bilan ishlashni boshlagandik. Ular juda ham qiynalyapman, bolam emmayapti, smes ko'p bo'lib kelaveryapti, unaqa deganlar. Biz ishni boshlaganmiz bepul. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta natija yo'q. Bahona qilyaptilar, qila olmadim, uni qo'l bo'ldi. Bo'ldi dedim. Yo pul to'laysiz, ishlaymiz, yo men ishlamayman bo'ldi dedim. Bo'pti, pul to'layman, mayli, roziman. Shunday pul to'ladilarki, 1 haftada bolani ko'krakka qaytardik. Chunki o'sha astoydil kurashishni boshladi. Undan oldin ertaga, indinga, bunaqa deb keyin o'zlari yozdilar. Rostdan pul to'laganim uchun qilishni boshladi. Demak, mana bu teoriya, что sizdan ugina, ulardan bugina bo'lishi kerak. Chunki faqat bir tomonlama talab qilaversangiz, ikkinchi tomon xohlamasa ham qiyin. Yana bitta muammo bizda vrodi xohlashadi, lekin nima sababdan xohlayotganini. Masalan, men bolamni ona sutiga qaytarmoqchiman yoki ona suti bilan emizmoqchiman, lekin nima uchun buni xohlayotganlarini bilmaydilar. Shunchaki hamma aytadi-ku, ona suti foydali deb. Lekin bu narsa oson bo'lishi kerak deb o'ylaydilar. Negadir bizda shunaqa o'zbek xalqidami, bizning davlatimizdami yoki ko'pchilikdami bilmadim, balki boshqa davlatlarda ham shunaqa logika borki, emizish oson bo'lishi kerak. Shunday bolani qo'ydingiz, bola emib ketdi. Agar Xudo ko'rsatmasin qanaqadir qiyinchilik bo'lib qolsa, все bo'lmadi, o'xshamadi, demak bu meniki emas, ko'kragim nito, sutim nito, bolam nito, emishi nito, sразу oson yo'lga, ya'ni smesga o'tib ketishadi. Yo'q, harakat qilish kerak. Oldin balki 100 yil oldin evolyutsiya davrida rivojlanishda ularga oson bo'lgan qo'ygan, lekin bizning davrimizda hozir qiyin, chunki bola tug'ilishi bilan og'ziga soska berishadi, smes berishadi, tug'ruq jarayoni qiyin o'tgan bo'lishi mumkin. Epiduralka ham ta'sir qiladi. Masalan, onaga epiduralka qo'yilgan bo'lsa yoki boshqa narkoz turi qo'yilgan bo'lsa, bola uyqusirab tug'iladi. U tug'ilganiga u uxlab qolaveradi. Uni uyg'otib emizishga harakat qilish kerak. Bizning uxlayapti-ku, mayli 5 soat uxlasam uxlayveraman, men ham mazza qilib uxlayman deydi. Yo'q, uyg'otib emizing, nimaga? Men ham dam olay deyishadi. Shu o'ylashadiki, bu oson bo'lishi kerak. Yo'q, yoki og'izda muammo, uzdechka bo'lishi mumkin, sensoriy refleks slabi bo'lishi mumkin. Uni massaj qilish kerak, harakat qilish kerak, emizishni o'rgatish kerak.
desam deb qolishadi ba'zi onalar. Bo'lmayaptimi? Mayli, lutchi smesga o'tib qolaman. Negadir o'ylashadiki, u tengma-teng alternativa deb. Ras bunday bo'lmadimi? Uni farqi yo'q. Farqi nima? Ko'krakmi, smesmi? Osonini tanlayman deb o'ylashadi. Shu bilan ham kurashishga harakat qilaman, lekin albatta qiyin, chunki qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha yaxshi. Bizda ko'pchilik smes tomonda atigi bir nechta odamlar ona sutiga madr qilib, harakat qilib, gapirishga harakat qilishsa ham, lekin onalarni qo'llab-quvvatlaydigan, siz to'g'ri yo'ldasiz, harakat qiling, qiyin bo'lsa ham emizing, u bu deydiganlar kundan kunga kamayib ketyapti. Afsus. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Shu joyda tomoshabinlarimizga ham aytib o'tmoqchiman. Ona sutini ko'paytirish bo'yicha menda ham webinar bor. O'zim ham konsultatsiyalar kelganda, hammada konsultatsiyasi 15 minut bo'lsa, shifokorlarda shifokor sifatida 1 soat konsultatsiya o'tkazib yugurmaymiz ham. Chunki bu jarayonni tushuntirib berish ko'p vaqtni oladi. Va shifokor sifatida o'zimda ham minus keyslar bor, ya'ni omadli bo'lmagan vaziyatlar bor. Ya'ni biz bolani ona sutiga qaytara olmagan paytlarimiz bor. Bir kunda qaytib ketganlari ham bor. Bunda nima juda ham katta rol o'ynaydi? Katta rol bu onani qo'llab-quvvatlayotgan atrof muhit. Ona o'zi juda ham xohlasa, siz 24 soat onlaynda birga bo'lib tursangiz, ya'ni doimo tavsiya berib tursangiz, davay deb qo'llab-quvvatlab tursangiz, lekin oilada qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, bolani sutiga qaytarish qiyin bo'ladi. Nega? Chunki yangi tuqqan ayol, unda gormonal fon o'zgargan bo'ladi. Chunki uni vazifasi mana bu kichkina mo'rg'ak qalbni, kichkina bolajonni yashab ketishi, o'sha onaga bog'liq uni parvarishi va ona o'zidan, o'zini ehtiyojlaridan qachon kecha oladi, qachonki shu kichkina bolajonini yo'qotib qo'yishga qo'rqsa. To'g'rimi? Shu qo'rqishi hisobigina to'yga borishni xohlamaydi, dugonalari bilan kafega borishni xohlamaydi, undan ko'ra bolasiga qaraydi va mana shu gormonlar uni juda ham xavotirli qilib qo'yadi. Atayin emas, ani bitta gap kam, ikkita gap-ku, bir yarimtani qidirib top deydigan bu o'sha gormonal fon hisobiga bo'ladi va agar ona farzandini shu qaysidir sabablarga ko'ra sun'iy aralashmada hozir ulg'ayotgan bo'lsa, ona sutiga qaytarishga intilayotgan bo'lsa va uni oilada qo'llab-quvvatlashmasa, nima ham bo'lardi? Sizda o'zi suti yo'q deb qo'yishsa yoki namuncha palon puliga molokotsoz oldirdingiz, palon puliga konsultatsiya oldirdingiz, qanaqadir kurs oldingiz, kimnidir chaqirtirdingiz, nima bo'ldi? Mana 2 kundan beri suti yo'q, bola baribir arralab yotibdi yoki voy shu bola yig'lamasa bo'ldi, berib qo'ying yoki boring ishingizni qiling, bering butilkani, o'zim ichirib qo'yma. Bunaqa vaziyatlar ham bor-da. Kelib faqat ishni qilib yursin, bolani butilka smesini berib qo'yamiz. Ya'ni agar mutaxassis harakat qilsa-yu, ona harakat qilsa, uni atrofda oila a'zolari qo'llab-quvvatlamasa, biz erisha olmaymiz. Hamma pulini to'laganda ham pul bu yerda asosiy emas-da. Agarda oila falon pul sarflab ayolga sut sog'ish moslamalarini turli xilini olib bersa-da, unga sutni ona suti bo'yicha mutaxassisni chaqirib bersa uyga yoki olib borsa, qandaydir shifokorlarga borsa, kurslarni olib bersa, lekin 2 kunda qani natija deb qo'llab-quvvatlamasdan ayolga bosim o'tkazadigan bo'lsa, bu qo'llab-quvvatlash hisoblanmaydi va ayolda sut ko'paymaydi. Chunki sut hosil bo'lishida bir emas, ikkita gormon ishtirok etadi va bunda ayolning emotsional holati, o'zini qanaqa his qilishi, o'zini baxtli his qilmasligi va uning kayfiyati katta rol o'ynaydi. To'g'rimi, Shahlo? Ayniqsa uy a'zolari, chunki menda ham shunaqa tajribalar. Bolam yig'lasa, erim uradilar. Shunga hatto 1 daqiqa yig'lamasdan birdaniga smes berishim kerak yoki-da qo'lingiz bilan sog'ing, molokotsoz bo'lmasa agar desam, yo'q, erim qo'ymaydilar, bu antisanitariya, bolani og'ziga mikrob kiradi deydilar yoki-da har xil keraksiz, masalan, qaynonam qo'ymaydilar soatlab emizishimga, xonaga kirganim bilan urishib chiqaradilar, bering o'zim emizaman. Hatto shunaqa vaziyat bo'lgan, men konsultatsiya kelganman. Ona bilan konsultatsiya o'tyapmiz, qaynonalari kiraverganlar, bolani menga bering, bolani cho'miltiraylik, bola unaqa sovqotyapti. Oynani yopishga, oynani ochishga, uxlashga xalaqit beraverganlarda, kelin 10 marta u yoqqa bu yoqqa turaverganlardan hatto fikrlarni jamlay olmagan. Men ham gapira olmagan, chunki
fikrimni buzaverganlardan o'shanda jahlim chiqqan. Hurmat yo'qda, xuddiki o'shunaqa konsultantlar keraksizdek tuyuladi ko'pincha qaynonalarga, turmush o'rtoqlarga. Har doim onalar yozishadi. Jahlo muammo bunaqa konsultatsiya kerak. Xo'p deb ma'lumot yuborgandan keyin, mayli erim bilan gaplashib olay, dadasi bilan gaplashib olay deyishadi. Keyin yo'q, ruxsat bermadilar. Nimaga ruxsat bermaydilar masalan? Elementar nima yomon? Bolani ona suti bilan emizmoqchiman degan gapingizga qanaqa argument bo'lishi mumkin ruxsat bermaslikka? Ha yo'q, bittasi bo'lganda onlayn konsultatsiya, ko'kragingizni menga emizishingizni yuboring, ko'krak rasmini yuboring deganda, yo'q, yubora olmayman, erim ruxsat bermaydi. Men sizga qanaqa tushuntiraman? Ko'raman, siz to'g'ri emizyapsizmi yoki yo'qmi? Ko'rmasam, shunday tushuntirib bering, ko'rmasdan aytib bering, erim ruxsat bermayaptilar yuborishga deganlar. Hayron qolaman. Nabarot turmush o'rtoqlarga ekonomik jihatdan bu yaxshi-ku. Smesga pul sarflagandan ko'ra bir marta konsultatsiyaga pul to'lasalar yaxshiroq. Mayli xotinjon, harakat qiling, onasi pulimiz kamroq ketadi, emizing, u bu deb sharoitlar yaratib berish o'rniga yo'q, mayli smes olib beraman deyishadi. Bolani qiynama. Aksincha, smes ichganda bola ko'proq qiynaladi. Ozgina ona sutiga moslashishi uchun, ko'krakni olishiga moslashishi uchun ozgina yig'lab qiynalgandan ko'ra ular shu smes berishni tanlashadi. Bu nuqtai nazarda shu joyda sizni gapingizni bo'ldim. Aytib o'tib ketishim kerak. Statistika bo'yicha o'zingizlar ham hisob-kitob qilib ko'ringlar. O'rtacha sun'iy aralashmani, ya'ni juda ham qimmatlari bor, arzonlari bor. Bitta bola uchun bir yilda o'rtacha kamida 10 bo'lmasa 15-20 million so'm ketadi. Tasavvur qiling, chunki sun'iy aralashma avvaliga o'sha bitta qutisi 2 haftaga yetadi, yangi tug'ilgan paytida, keyin 1 haftaga yetadi, keyin 3 kunga, keyin 1,5 kunga. Agar siz 700 milli sun'iy aralashma berayotgan bo'lsangiz-chi, har 1,5 kunda buni yoniga, ya'ni tagliklar, soskalar, butilkalar, sterilizator va hokazolar. Soskalarda ham eng yaxshisini olaman deysiz, uni har 2 oyda o'zgartirib turish kerak. Butilkalar sinish ehtimoli bor, chunki siz shishaligini olaman deysiz, eng sifatliligi, ularni o'zgartirib turish kerak, sinadi. Bir nechtasi bo'ladi, chunki bitta yetmay qoladi va hokazo. Eng yomoni sun'iy aralashma ichida atigi 50 ta tarkibiy modda bor. Ona sutining ichida esa 1000 tadan ortiq. Bu umuman agar biz tarozi pallalarga qo'ysak, bir-biriga yaqin ham kelmaydigan sifatdagi mahsulotlar. Shuning uchun o'zi ba'zan nafaqat onalarni, ya'ni ayollarni onalikka, biz ota-onalarni oilaga tayyorlagandek, ota-onalikka butun oila nuqtai nazardan tayyorlashimiz kerak. Yo'q, tayyorlanish kerak. Buni insonlar o'zi tushunish kerak. Ya'ni sog'lom bola sog'lom onadan, lekin u nafaqat tug'ilganini o'zi yetarli emasda, u yog'i ham katta rol o'ynaydi. Chunki ko'p kasal bo'ladigan bolalar, kecha bitta konsultatsiya o'sha yerda bitta onajon keldilar, o'zim o'quvchim, ko'zlarida yosh homiladorlar farzandini olib kelganlar. Ha, nima bo'ldi? Hammani bolasi 2 kunda antibiotik ukol olib tuzaladi. Nimaga bizni bolaga ukol olishga ruxsat bermaysan? Mana 1 hafta 10 kundan beri hali tuzalgani yo'q. 2 kunda antibiotik olib, ukolini olib tuzalgan bola 15 kundan keyin yana bir marta o'sha antibiotik olishga to'g'ri keladi. Uni immuniteti kundan kunga yomonlashib boradi. Buni tushuntirish ba'zan qiyinroq. Bizning mentalitetimizda yana shunaqa gap borki, qizlarni yoshlikdan eriga, qaynonaga tayyorlashadi. Eringga bunaqa muomala qil, qaynonaga bunaqa muomala qil, uyni mana shunaqa supurish kerak, oshni bunaqa pishirish kerak, bunaqa kiyinish kerak, pastga qarash kerak, gap qaytarib. Xullas, ido erga, qaynonaga, qaynsingilga, qaynotaga qanaqa munosabatda bo'lishni, o'zini qanaqa tutishni, nimalar qilishni o'rgatadi. Lekin hech kim hech qayerda aynan ona bo'lish haqida o'rgatishmaydi, ma'lumot berishmaydi. Har holda mana shu 9 oy homiladorlik ham bizda kelinlik xizmati bilan o'tib ketadi yoki boshqada, yoki turmush qurganidan birinchi kundan boshlab qachon tug'asiz, qachon homilador bo'lasiz, u odam tayyormi yoki yo'qmi, o'qishi bor bo'lsa
agar yoki boshqa hozir imkoniyati bor bo'lmasa agar nima kerak masalan homiladorlik bo'lish keyin menga yozishadi 2 oylik chaqalog'im o'qishga chiqishim kerak nima qilay deb jahlim chiqadida shuni oldindan o'ylashingiz kerak edi-ku deyman o'qishingiz bor ekan nima qilasiz bo'lmasam homilador bo'lib 1 yil kutsangiz bo'ladi-ku yokida mana shunaqa onalar onalar tayyor qilishmaydi qizlarini ona bo'lishga хотя бы bazaviy ma'lumotlarni o'sha shamollashda nima qilish kerak o'sha ismi 37 dan sal ortsa agar uni darrov ibuprofen berib tushirmaslikka harakat qilishni qanaqa bolani cho'miltirishni yoki boshqa narsani o'rgatishmaydi keyin o'rganib oladi keyin ham qaynonani tavsiyalari qo'shnimizni tavsiyalarimiz roddomdagi palatadoshni gaplari bilan boshlanadi. Keyin bu gapni qayerdan oldingiz? Nimaga emizishdan oldin sog'ayapsiz, emizishdan keyin sog'ayapsiz? Qaynonam shunaqa dedilar, qaynopam shunaqa dedilar, ovsinim shunaqa dedilar, deydilar. Men o'ylaymanki, hozirgi 21-asrda ma'lumot topish oson-ku. Telefonni olasiz, shunday savol bersangiz, Google'da mayli ChatGPT hali yetib kelmadik hammamizda, men ham hali foydalanmayman. Lekin Google'da ma'lumot ko'p-ku deyman, nimaga foydalanishmaydi? Yo'q, bizda shu avtoritar odamga quloq solish ko'proq ishlaydi. Qaynonam aytdilarki, asal yesam yuzda toshib ketadi yokida shurguruch ko'proq yesam agar sutim ko'payadi deb. Bola yuzi toshgan, diyeta qattiq ona ushlayapti, lekin har kuni sutli mahsulot ichadi. Sut, kefir chunki aytishganki, sutli mahsulotdan ona suti ko'payadi. Aksincha, ko'proq reaksiya sutli mahsulotga bo'ladi. Sizni u apelsin klubnikangizga emas, yo'q, qaynonam aytdilar, qaynonam har kuni menga sut ilitib beradilar, iching deydilar, sutingiz ko'payadi deyman. Shu logika yo'q-da, sigirni sutini ichganingiz bilan nimaga sizni sutingiz ko'payishi kerak? Hozir juda ham zo'r narsalarni gapiryapsiz, lekin siz ham shu mentalitetdagi bir ayol sizga bo'lmasa onajoningiz o'rgatganlarmi? Siz qayerdan buncha bilim oldingiz? Yo'q, menda ham shu muammo bo'lgan. Meni qaynonajonim juda yaxshi ayollar, ularning 5 ta farzandlari bor. 5 tasini ham soppa-sog'lom qilib katta qilganlar, lekin smeys bilan ularda nima deydi, yaxshi tajriba emizishda bo'lmagan. 9 oy biz qaynonam bilan faqat har kuni bahslashardik. Ayniqsa oxirgi oylarda yuring butilka olaylik, yuring soska olaylik, yuring u olaylik, bu olaylik, narsa sotib olish kerak, beg'am yuribsiz. Keyin o'zim yugurib yurmayman, sizni didingizga yaxshilarini hozirda olaylik. Yo'q, menga butilka ham kerak emas, soska ham kerak emas, bu ham kerak emas, u ham kerak emas deb yurardim. Bunaqa ishonch qayerdan sizda deb urishardilar. Bittani tug'magansiz hali. Men 5 ta tug'ganman. 5 marta harakat qilib ko'rganman, o'xshamagan. Balki siz ham shunaqadirsiz. Sizda ham sut kelmay qolishi mumkin. Ana ne молочная bo'lgan, balki sen degandir. Yo'q, men молочныйman. YouTube'dagi videolarni yo'qotsam, yo'qotsam, baland qilib eshitib yurardim. Eshityapsizmi deb. Internetda hamma yolg'oncha gapiraveradi, amalda boshqa bo'ladi deb ko'p shu mavzuda bahslashardik. Ular bilan ham bir-ikki konfliktli situatsiyalar bo'lgan, chunki xafa bo'lganlar mendan, meni tajribam ko'proq, sizda tajriba yo'q, nimaga menga ishonmayapsiz? Men negadir o'sha internetdagi ma'lumotlarga ko'proq masalan Google'ga ham yozsangiz ko'p maqolalar chiqadi, noto'g'rilari har xil jurnal, Cosmopolitan jurnallaridan ham sarlavhalar yoki maqolalar chiqadi. Ular ham noto'g'ri tavsiyalar beradi. Albatta o'sha nima deydi, doказательный ma'lumotga ega bo'lgan sahifalarni topib o'qish kerak. Meni oyim aksincha ular emizganlar ikkita bolalarini, lekin 20-25 yil oldin edi bu, oxirgi ukam katta bo'lgan. Hech nima eslarida yo'q. Men hech nima esimda yo'q. Mendan so'rama, o'zing bir balo qilib qutuladi. Demak, zo'r qilgan ekanlar, mas'uliyat o'zingizga yuklagan ekanlar. Bu ham zo'r. Men 18 yoshimda turmushga chiqmaganman-da. Men 25 yoshimda edim. Farzandim 26 yoshga keltirganman. Ya'ni siz o'sha ongli bo'lgansiz. Men bakalavr tugatganman, magistraturada o'qiyotganman. O'sha bo'sh vaqtim bor edi bolaga bag'ishlash uchun, ya'ni xayolim ekzamen topshirish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak bo'lmagan. Albatta ongli ravishda onalikka kelganman. Lekin juda yosh ko'rinar ekansiz, Shahlo. Rahmat. Mana shunaqa deydi. 30 ga kirganman desam, hech kim ishonmaydi negadir. 18 ga kirgansiz deb o'ylaydi. Yo'q, Instagramda ham shu muammo. Siz yoshgina qizcha bo'lib nima tavsiyalar beryapsiz? O'zi bitta tug'ganmisiz, yo'qmi deyishadi. Shu ham negadir bizda bolangiz ko'p bo'lsa,
ishonch, hurmat ko'proq bo'ladi, tajribangiz ko'proq bo'ladi. Bittani tug'ib olib, nima tavsiya beryapsiz? Bittani emizib olib, qayerdan bilasiz deyishadi. Men sizlar meni bittani katta qilganimga emas, qancha ma'lum o'qiganimga e'tibor beringlar deyman. Chunki 4 ta tug'ib ham, 10 ta tug'ib ham bitta ma'lumotni o'qimaganlar ham bor. Noto'g'ri tavsiya beradiganlar ham bor. Lekin ularning fikricha bola katta bo'ldi-ku. Farqi nima? Bir Shu bola. joyda aytib o'tib ketishim kerak Shahlo. Tajriba va malaka, nima tajriba teng malaka emas. Ya'ni bu butunlay boshqa narsalar. Inson juda tajribali, lekin malakasi kam bo'lishi mumkin. Aksincha, yosh tajribasi kam, lekin juda malakali bo'lishi mumkin. Shifokorlar nuqtai nazaridan ham har qanday sohada ham shunday. O'zingizlar ham buni sezgan bo'lsanglar kerak. Chunki shifokorlar ba'zi juda ham opitni, ya'ni tajribali bo'ladi, lekin malakasi kamroq, chunki tibbiyot joyida turmaydi, izlanmaydi. Ba'zida juda yosh bo'ladi, lekin malakasi bo'ladi. Chunki hamma zamonaviy bilimlarda, hamma oxirgi tadqiqotlarda hammasini o'qib chiqqan, bilgan yoki chet el tajribasiga ham ega bo'lishi mumkin. Yo'q, ularning vaqti ham bo'lmasligi mumkin. Menga yozishadi, mana tajribador, yaxshi pediatrimiz bor, yoshlari 50 ga kirgan, 30 yildan beri ishlaydilar, nechta bolani qutqarganlar, lekin ular qo'shimcha ovqatni 4 oydan kiritish kerak deydilar. Yoki ona sutini har 3 soatda emizish kerak deydilar. Nimaga men ularni quloq solmasam, sizning gapingizga quloq solishim kerak deydilar. Men aytaman, ha, ular o'qigan davrda 92-yillarda men institutda shu gaplar bilan, shu kitoblar chiqarilgan, shu mavzuda ularga dars berilgan, 4 oydan qo'shimcha ovqat kiritish mumkin deb aytilgan. Ular o'sha payti yaxshi o'qigan, eslarida qolgan. Hozirgi kunda ularga qayta o'qish bu kerak emas. Ular nevropatolog bo'lishi mumkin, kardiolog bo'lishi mumkin, даже pediatr bo'lsa ham qanaqadir muhimroq kasalliklar bilan ishlashadi-da. Bunga hozir qo'shimcha ovqat qachon kiritish kerak ekan deb izlanish kerak emas. Shuncha yildan beri masalan tajriba olib boryaptilar. Hammasi yaxshi. Siz so'rasangiz, ha 4 oydan deyishlari mumkin. Yosh mana bu hozirgi zamon pediatrlari, ular o'qishadi, izlanishadi. Ular yangi ma'lumotlarni olib chiqishyapti. O'sha Med institutda balki kitoblar hozir o'zgartirilgan, yangi ma'lumot qo'shilgan. Ona suti haqida ham bilishimcha Med institutda unchalik ko'p ma'lumot berishmaydi. Umuman berishmaydi. Shunda nimaga onalar pediatrga borib murojaat qilishadi, tushunmayman. Siz kimsiz? Qanaqadir konsultantsiz? Pediatr ko'proq biladi, pediatr ko'proq biladi. Mayli, men roziman. Masalan, pediatr degan gapni boshlasam, men sразу siz nomeringizni beraman. Mana bor ona suti haqida biladiganlar deymanda. Bu siz boshqasiga bormang. Kirganingizdan smes haqida gapirsalar, chiqib ketavering astagina deymanda. Izlaning. Yo'q, ular smes deyaptilarmi? Demak, ular to'g'ri demak. Bekordan bekorga pediatr shuncha o'qib, menga smes demaydi-ku deydi. Shunda xafa bo'laman. Nimaga shunaqa? Bizda onalar hamma narsani, masalan, muammoga uchradi, bola ko'krak olmayapti yoki sut yo'q. Hamma ishlarni bajarib qo'yib, keyin oxirida o'sha bola to'laqonli emmay qo'yganda konsultatsiyaga murojaat qilishadi. Avval pediatrga borishadi, 10 xil smes berishadi, butilkalarni almashtirishadi, 3 xil molokotso sotib olishadi. Xullas hamma narsani qilib o'xshamadi, bo'lmadimi, keyin yozishadi. Shahlo yordaming kerak. O'sha boshida nimaga yozmaysiz deyman. Endi mana birinchi emizishlarni rad qilishni boshlaganingizda, birdaniga yozganingizda shuncha pulni sarflamasdan smesga, butulkaga, pediatrga birdaniga qaytarardik. Endi bola 4 oylik bo'lgan, 3 oydan beri emmayapti. Siz endi menga murojaat qiling. Men xuddi qiyinroq. Ana sehrgardekda. Qancha kech boshlasak, shuncha sutga qaytarish qiyinroq bo'ladi buni. Albatta aytib o'tib ketishim kerak. Hozir siz gapirgan gaplardan rezyume qilib, demak, ota-onalarimizga, kuzatuvchilarimizga aytib o'tib ketishim kerak. Birinchisi, pediatr degani ona suti haqida, ya'ni laktatsiya haqida ko'p ma'lumoti bor, bilimi bor degani emas. Hattoki neonatologiyada, o'zim neonatologman, o'qiganimda, o'tda ham bizda laktatsiya bo'yicha hech qanaqa dars yo'q edi. Chunki biz meditsina vakillari, ya'ni shifokorlar asosan patologiya bilan shug'ullanamiz. Laktatsiya, ya'ni ona suti bilan bolani oziqlantirish bu norma. Shuning uchun ko'proq bizni urg'uyimiz, diqqatimiz patologiyada bo'ladi. Va Shahlo kabi ona suti bo'yicha mutaxassis shifokor, ya'ni mutaxassis ham ona suti bo'yicha bo'lsa, bu uni 2 karra zo'r, buni qilishim to'g'rimi? 2 karra sizda zo'r mutaxassis bor degani. Shuning uchun Shahlo kabi
laktatsiya konsultantlari borligi bu juda ham zo'r. O'ylaymanki, bunaqa mutaxassislar ko'p bo'lishi kerak. Ikkinchi, ya'ni siz bitta boyagi gapingizdan rezyume qilib qo'yishim kerak. Biz qaynonalar va oiladagi bosim haqida gapirdik. Bu bilan biz qaynonalar fikri noto'g'ri demoqchi emasmiz. Bizdan oldingi avlodda tajribasi noto'g'ri demoqchi emasmiz. U paytda tibbiyot boshqacharoq bo'lgan. Bu haqida to'liqroq qilib shu kanaldagi birinchi videoda gapirib berganman. Nima uchun sun'iy aralashmaga o'tib ketamiz deb. O'shaning uchun o'sha videoni bir ko'ring. Hozir vaqtimizni olmaymiz bunga urg'u qo'yib, lekin biz buvijonlar noto'g'ri gapiradi demoqchi emasmiz. Ularning tajribalarini hurmat qilamiz. Lekin shunchaki hozir biroz ma'lumotlar o'zgaryapti, chunki o'sha paytda qilingan xatti-harakatlar yaxshi natijaga olib kelmagan. Shuning uchun yaxshi ham ular bor. Hech qanaqa tajriba degandan ko'ra ular borligi yaxshi, lekin kelinlardan oldin o'qiydigan buvijonlar ham bor. Chunki oldimga ba'zan kelishadi, hamma narsani biladigan, hamma zamonaviy ma'lumotlarni bilib o'qiydigan buvijonlar ham bor. Prям ana yergacha ularga ta'zim qilgim kelib ketadi. Chunki bunaqa buvijonlar ham bor. Xo'p, endi bizni tibbiyot qayoqqa qarab ketyapti? Aslida bizni tibbiyot ortga qaytyapti. Ma'lum muddat sobiq ittifoq tarkibida bo'lganimizda tibbiyot otilib chiqib, qandaydir yangicha qonunlar, qonun-qoidalar kiritgan, lekin hozir butun dunyo va bolalarga doir ko'proq ma'lumotlarni UNICEFdan olamiz. Ya'ni bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar bo'limi, ya'ni butun dunyo tibbiyoti tadqiqotlar natijasida shuni aniqlayaptiki, oldingi zamon to'g'ri bo'lgan ekan. Ya'ni chaqaloq tug'ili bilan onani qornida yotishi, 1 soat ichida emizilishi, bola ona sutida ulg'ayishi bu yaxshiroq bo'lgan ekan sun'iy aralashmadan ko'ra. Ya'ni bola tug'ilishi bilan alohida xonada uxlashi, yaslida katta bo'lishi uncha yaxshi emas ekan. Ya'ni biz yana avvalga qaytyapmiz, faqat endi bu isbotlangan nuqtai nazardan. Shuning uchun hozirgi yangi avlod, oldingi avlod, endi avlodlar naqasi doimo bo'lgan va buni yerni hech qachon tugamaydi. Lekin biz aytmoqchimanki, hozir qaynonalar haqida gapirganimizda ularni yomon demoqchi emasmiz. Yaxshi ham ular bor, faqatgina ular ham ozgina oldinga qadam qilib, hozirgi bo'layotgan zamonaviy tadqiqotlarni o'rgansa, axir hammamiz yaxshi kelajak uchun harakat qilyapmiz-ku, sog'lom avlod uchun. Davom etamiz Shahlo. Qaynonalarning eng zo'r yordami bu onaga yordam berishlari. Chaqaloq bilan yordam berish kerak emas. Aynan ovqat bilan ta'minlab qo'yish, oltilariga suv olib kirib berish, qanaqadir uy ishlarini ozgina har holda 40 kun hatto hech bo'lmasam 40 kun o'sha kelinni ozgina dam olishiga qo'yib berib, uy ishlarida yordam bersalar, bu eng katta yordam. Bizda faqat bola bilan yordam berishadi. Bering qarab turaman, ishlaringizni qilib qo'ying, bering qarab turaman. Yo'q, bunaqa bo'lmasligi kerak. Shu 3-4 mahalliy ovqat, oltilariga suv olib kirib qo'yib, o'sha sharoit yaratib bersalar, o'sha 40 kun ona bilan bola faqat bir-birlariga kontakt topishlari uchun, emizishni to'g'rilash uchun. Chunki o'sha 40 kunda yaxshilab borsangiz, osonroq bo'ladi. Eng muhimi mana shu 40 kun. Mana shu narsani tushunsalar, aslida qaynona bilan yashash mazza, mana shu to'g'riqdan keyin. Men ham 20 kun qaynonam bilan yashaganman. Qaynonam faqat mana shu aytganidek uy ishlari tomonidan, ovqat tomonidan yordam berganlar. Nimaga boshqalarning qaynonalari shunaqa emas deymanda, ularga ham shuni biz targ'ibot qilishimiz kerak-ki, iltimos qaynonalar, agar bizni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, kelinlarga bola tomonidan emas, o'zlariga, ularga qarab, uy ishlariga, ovqat bilan dorilarni vaqtida olib kelib, shunaqa yordam berishlaringizni so'ragan bo'lardik. Nima uchun 40 kun kelinglar, shuni aytib tushuntirib ketdik. Demak, tibbiy nuqtai nazardan laktatsiya ilk 40 kunda, ya'ni 2 oyda bitta naqaga tushadi, yo'singa tushadi. Onaning organizmi bolaning organizmini ehtiyojlarini o'rganishiga shu kamida 40 kun vaqt kerak bo'ladi. 40 kunda bolada to'yinish hissi paydo bo'ladi. 40 kungacha bolada to'yinish hissi bo'lmaydi. U endi emizib qo'yganda qilib qidiradi. To'ymabdi shekilli, sutingiz точно yetmadi, sutingiz yaxshi emas, suyuq ekan degan xayol keladi. Aslida esa bolada to'yinish hissi bo'lmaydi. 40 kunda ona sutidagi katexolaminlar ta'sirida bola to'yinish hissi paydo bo'ladi va onani organizmi ortiqcha sut berishni to'xtatadi. Chunki avvaliga suti ko'p, onalar aytadi, "Voy, meni sutim ko'p, o'zi oqib yotadi. 2 oydan keyin sutim yo'q" deyishadi. Nega? Chunki boshida ortiqchasi kelgan. O'sha ortiqchasi kelayotganda bola nisbatan vazn oladi va onaning organizmi bolaning ehtiyojlarini
o'rganayotgan bo'lib, o'shancha shu paytda ona bola doimo birga bo'lsa, xohlagancha emizsalar, hech narsani o'ylamasalar, ovqatida, uyida, boshqa edi, bu narsani o'ylamasalar, ular xotirjam bo'ladi, ulardagi sut yaxshi ajraladi va laktatsiyasi bitta yo'singa tushib oladi. Undan u yog'iga xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Sizni prosta gapingizni ochib beray demoqchi bo'ldim. Shahlo, meni qiziqtirgan narsa, ona suti bo'yicha mutaxassis bo'lishga qancha vaqtingiz ketdi? Agar sir bo'lmasa, qancha naqdingiz ham ketdi? O'zi boshdan aytsam, men nafaqat ona suti, balki prekorm yo'nalishida ham o'qib kelganman. Chunki prekorm bilan ona suti ham bir-biriga bog'liq bo'ladi. Baribir 6 oygacha biz faqat emizsak, u yog'iga qo'shimcha ovqat kiritib, birgalashib emizishimiz kerak. Agar faqat ona sutiga oxirgi mana o'qigan kursimni inobatga olsak, u 10 oy atrofida bo'ldi. Aslida 6 oylik kurs edi, rossiyalik mutaxassislar tomonidan. U yerda bitta odam emas, bir nechta mutaxassislar dars berishganda, chunki u shkola edi, shkola materinstva. Va 6 oy avval deyishganda, lekin keyinchalik praktika yana qo'shimcha qo'shilaverdi. Praktika ham onlayn tarzda edi, ya'ni bitta kursdoshim ona sifatida qanaqadir case tayyorlab kelardi. Boshqa bir kursdosh, ya'ni yoki men yoki boshqa kursdoshim o'sha mutaxassis sifatida atrobotka qilishi kerak edi. Ya'ni bitta case'ni ishlashimizga 1.5 soat, 2 soat, 3 soat ham vaqt ketardi. Uyda hamma punktlarini bitta-bitta ochib, onaga tushuntirib berishimiz kerak edi. Aynan praktika qismi juda ham zo'r edi, ma'lumotga boy bo'lardi. Ko'p stress holatiga tushib qolardik. Hayotim shunaqa qiyin bo'ladimi deb, chunki juda ham qiyin qanaqadir vaziyatlar olib kelishi mumkin edi. O'zi hayotda masalan faqatgina ko'krakning yarasi bo'lsa agar, u keyslarda praktikada ham mastit bo'lardi, keyin u absesga o'tib ketardi, ham отказ от груди bo'lardi, ham xullas juda ko'p faktorlar qo'shib tashlashardi. Biz o'sha klubochkni ochishimiz kerak edi. Mana shu дополнительный praktikalar ko'p edi. 3 etapli imtihon bo'lgan. Birinchisi biza to'g'ri emizishni va to'g'ri sog'ishni videoga olib yuborishimiz kerak edi, amaliy. Unda men Instagramda e'lon bergandim, bepul borib sizni yordam beraman, lekin videoga olishim kerak, yuzingiz ko'rinmaydi deb. O'sha etap birinchi bo'lgan, ya'ni 3 xil sog'ishni o'rganganmiz, ko'rsatganmiz, keyin bolani to'g'ri emizishni, to'g'ri xil shaklini har xil variantda qilib ko'rsatganmiz, uni yuborganmiz. U etapdan o'tgan, keyin teoriyani topshirasiz, savol-javob bo'ladi. U etapdan o'tgan, keyin praktika bo'ladi, case jarayoni. Agar hamma 3 ta etapdan o'tsangiz agar, siz imtihonni topshirdingiz degani va sizga sertifikat beriladi. U kursim $1000 dan ortiq bo'lgan edi, u rublda hisoblaganda. Hozir yanada narxini oshirib yuborishdi, chunki kurs qiymati qimmatroq ekanini biz tushundik deyishdi. Men vaqtida o'qib olgan ekanman. Umumiy yana alohida o'qiganlarim bor, qo'shimcha ovqat bo'yicha o'qiganlarim bor. Hozir hammani qo'shimcha ovqat bo'yicha, bolalar ovqatlanishi bo'yicha o'qiyapman. U aynan katta bolalarda muammo bo'layotgan. U $800 kurs, atigi 2 oy uchun $800. Men shu 3 yil davomida o'qishimga juda ko'p sarfladim. Deydi 5000 ketdi desam ham bo'ladi. Aytganingiz va sizga aytgan turmush o'rtog'im faqat sizga sarmoya kirityapman deb hazil qiladilar. Lekin rostdan hozircha masalan Instagram orqali ko'p pul topyapman deya olmayman, lekin baribir asta-sekinlik bilan baribir onalarga yordam berayotganlarim, efirlarim, ularni rahmat, Alloh rozi bo'lsin, unaqa degan gaplarni eshitish ham men uchun yaxshi natija hisoblayman. Chunki qanchadan qancha bolalarni ona sutiga qaytardim, ovqatlanishni o'rgatdim. Nima bo'lganda ham savobga qoldim deb o'ylayman. Hali yaqinda yana bitta kurs, ya'ni o'sha emizish bo'yicha повышение kvalifikatsiyaga bormoqchiman. Malaka oshirishga bormoqchiman. Chunki qancha ko'p o'qisangiz, baribir yana yetishmayotgandek, yana praktikada, ya'ni tajriba va amaliyot paytida yana qanaqadir yangi savollar paydo bo'ladi. Ya'ni bu o'qishlaringiz hammasi onlayn bo'lgan. Siz Rossiyaga bormagansiz. Yo'q, chunki men o'g'lim bor, bora olmaganman. Bizda mana shunaqa o'qishlar yo'q. Atak valiologiya kursiga borganman. Bu yerda faqat offlayn bo'lgan ekan. Bu sog'lom turmush tarzi haqida O'zbekistonda. Hammasi onlayn bo'lgan. Mana shu yil iyul oyida Turkiyada
aynan ovqatlanish bilan muammosi bor bolalar haqida o'qish bo'lishi kerak edi. Offline bormoqchi edim. Homilador bo'lib qoldim. Shunga endi bora olmayman. U ham yana onlayn bo'lib qoladi. No, hozirgi zamonda mana ko'pchilik o'ylashadiki, dekretda o'tirib, qoloqlashib boramiz, unaqa hayot o'tib ketyapti, u bu deb. Yo'q, aksincha dekret payti yangi kasb egasi bo'lish mumkin. Menga o'xshab, men asli o'zimning kasbim logistman, lekin 3 yil bekor o'tirmaydi. Shu yo'nalishda o'qiganman. Onlayn o'qish bu bizga juda katta imkoniyatlarni beradi. Masalan, chunki bolangizga qarab parallel o'qishingiz mumkin. Ustiga, ya'ni siz ham onalikni o'rganasiz, farzandingizni to'g'ri parvarish qila olasiz. Uni ustiga keyin siz ishonchli ravishda boshqa onalarga maslahat bera olasiz. Chunki biz xalqimiz eng yaxshi ko'rgan ishi maslahat berishi. Kanalim nomini ham bekorga niyo maslahati demaganman, chunki biz xalqimiz eng yaxshi ko'rgan ishlaridan biri. Baribir ham onalar kimgadir maslahat beradi. Lekin bu bergan maslahatingiz ishonchli, ya'ni tadqiqotlarga asoslangan bo'lsa, malakali bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Zo'r, Shahlo, menga qanaqadir savolingiz bormi? Ha, savolim bor. Mushtari opa menga odatda yozishadi. Siz shifokor bo'lmasangiz, qanaqa qilib chaqaloqlar bilan ishlashingiz mumkin, qanaqa qilib tavsiyalar berishingiz mumkin, konsultant bo'la turib, pediatrning ishini bajaryapsiz deyishadi. Shuni so'ramoqchi edim. Agar mana shunaqa konsultantlar qo'shimcha ovqat kiritish bo'yicha, emizish bo'yicha ko'payib ketaversa, bu pediatrlarning ishini olyapti deganimi yoki bu alohida soha bo'lib chiqa oladimi? Juda ham yaxshi savol. Buni tomoshabinlarimizga ham tushuntirib o'tmoqchiman. Ona suti bo'yicha mutaxassis bo'lishi uchun yoki qo'shimcha ovqat kiritish bo'yicha mutaxassis bo'lish uchun shifokor bo'lish shart emas, chunki bu norma. Biz pediatr yoki neonatolog sifatida asosan patologiya bilan, ya'ni kasalliklar bilan shug'ullanamiz, lekin pediatr bu narsalarni yaxshi bilsa, nur ustiga a'lo nur. Va bunday konsultantlar, ya'ni ona suti bo'yicha va qo'shimcha ovqat kiritish bo'yicha malakali konsultantlarni, maslahatchilarni ko'p bo'lishi aslida shifokorlardan ancha buncha yukni oladi. Nega? Chunki kun mobaynida nechtadir naqamga konsultatsiyaga oldimgi patsientlar kelsa, shulardan yarmi sog'lomlar bo'ladi. Даже yarmidan ko'proq ham desak bo'ladi. Shunchaki ular bolasini bu xatti-harakati sog'lom farzandi xatti-harakatliligini tushunishmaganligi uchun va ona suti bo'yicha konsultatsiya berish, laktatsiya bo'yicha ko'p vaqtni egallaydi. Va bitta shifokor, masalan, 1 soatdan shu vaqtimni bu bo'yicha sarflasam, axir nechta haqiqiy kasal bolalarni ko'rishim mumkin edi. Shuning uchun ona suti bo'yicha mutaxassislarning ko'p bo'lishi aslida pediatrlarning ishini yengillashtiradi, chunki keraksiz savollar bilan murojaat qilishmaydi. Haqiqiy kasal bolalarga yordam berish bilan shug'ullanamiz. Qaniydi sizga o'xshagan pediatrlar ko'proq bo'lsa edi, rostdan qanaqadir emizish bilan muammo bo'lganda boring konsultantga murojaat qiling deb yo'nalish berishsa, bizda aksincha afsus, nima deydi, noto'g'ri tavsiyalar bilan smesga o'tkazishadi. O'zim men tushunaman nimaga pediatrlar bunaqa qilishadi, ularni qanaqadir qoralash ma'nosida emas. Shunchaki pediatr faqat vaznni kontrol qilishi kerak, bola sog'lom rivojlanishini kontrol qilishi kerak. Doimiy ravishda har kuni biz SMS yoza olmaydi pediatrlar. To'g'ri emizyapsizmi, noto'g'ri emizyapsizmi? Shuning uchun sal vazn bilan muammo bo'lganda yaxshisi smesni hisob-kitob qilib yozib berish eng afzalroq ularga, ham ona sutini qaytarishga, harakat qilishga, kontrol qilishga. Men shuni tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin afsus qiyinroq bo'ladi, chunki baribir hali pediatrlar o'zlari ham tushunishmaydi bunaqa soha borligini, o'zlari boring, yaxshisi mutaxassisga murojaat qiling degilari kelmaydi. Lучше antirefluksni smes, bez laktozni smes, unaqa smes oling deb tavsiya berishadi. O'zbekistonda 15 yil, 13 yil oldin deyarli hamma shifokorlar UNICEF tomonidan, umumiy amaliyot shifokorlari UNICEF tomonidan ona suti mutaxassisligiga o'qitilgan. O'zim ham o'shanda o'qiganman, ya'ni davlatimiz o'qitgan. Shuning uchun
uchun va tug'ruqxonalar ham 10 yildan ziyon vaqtda 15 yil u yoq bu yog'ida hammasi maxsus dastur asosida shu oltin soat qoidalari, laktatsiya qanaqa bo'ladi, bular hammasi o'qitilgan. Shunchaki so'nggi yillarda bu narsa jarayon, ya'ni yangilanib bormayotganligi hisobiga o'sha paytda o'qigan shifokorlar kimdir pensiyaga ketgan, kimdir hozir dekret, ya'ni bola parvarishi bo'yicha o'tiribdi yoki boshqa ishga o'tib ketgan va kadrlar almashib unday mutaxassislar nisbatan kamroq bo'lgani uchun tug'ruqxonalarda ham negadir bunga e'tibor berilmayapti. Lekin bizni O'zbekistonda aslida dunyo standartiga mos ravishda o'qitilgan va protokollarimiz shunga yarasha. Protokollarimizni o'qisangiz O'zbekistonda ishlagingiz va yashagingiz keladi. Qonunlarimiz zo'r. Shunchaki rioya qilishga kelganda ba'zida bizda tug'ruq ko'p bo'lganiga vaqtlar yetmay qolishi mumkin. Tibbiy personal yozuv-chizuv juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun siz tug'ruqqa borayotganda ularga tayanib emas, ya'ni patologiyaga iltimos tayanib, lekin normaga kelganda, me'yorga kelganda o'zingizga tayaning, o'zingiz bilim oling, o'rganing. Ya'ni oilaviy, faqat onalarimiz bu hozir hammaga murojaat ketyapti. Shunda shifokorlar bilan konfliktlar ham bo'lib turadi. Shunaqa konfliktlar xudo xohlasa bo'lmaydi. Ularda rutina katta, ularda bosim juda ham katta, yozuv-chizuv juda ham ko'p. Bizda oqim katta-da, aholi ko'p. Aholimiz 50% bolalar axir. Tug'ilishlar ko'p. Shuning uchun ulardan siz o'zingiz bilim olishingiz, bilimli bo'lishingiz sizni avlodingizni aslida sizni himoya qiladi va shifokorlardan qisman nagruzkani, ya'ni yuklamani oladi. Men eshitganman ba'zi bir davlatlarda, roddomlarda hatto har bir yangi tug'ilgan chaqaloq va onaga shunaqa emizish bo'yicha mutaxassis kiradilar, o'rgatadilar, mana bunaqa emizish kerak, bunaqa qilish kerak deb mutlaqo bepul o'sha kontrakt ichiga kiradi. Qaniydi bizda ham shunaqa bo'lsa edi, ya'ni shtatga olishsa, masalan, har bitta yangi tug'gan onaga, chunki bilaman baribir pediatrlarning yanada tug'ruqlar shifokorlar vaqti yo'q bu bilan shug'ullanadi. Har bir ayolning oldiga kirib, bunaqa emizing deb ular u yoqdan bu yoqqa yugurib yurishadi. Nahadu tavsiya berib ketishlari mumkin edi. Agarda mana shunaqa ishchilar bo'lsa edi, kirib ko'rsatib, noto'g'ri emizyapsiz, noto'g'ri o'qilyapsiz, bu qilyapsiz deganda yanada yaxshiroq bo'lardi. Pediatrlar ham o'zlarini tomonidan ozgina bilim olishga, ana shu emizish bo'yicha harakat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki elementar yaqinda efiringizni ko'rdim. O'sha stafilokok muammosi bilan juda ko'p kelishadi. Negadir har 3-onada sutimni analizga topshirdim. Stafilokok chiqdi, u chiqdi, bu chiqdi. Pediatr chiqarib boring, srochni bolani ichini yomonlashtiramiz. Bu ham axir Google'da bor ma'lumot-ku, nimaga buni pediatrlar bilishmaydi deb xafa bo'laman-da. Elementar ma'lumot, ona suti steril bo'lmasligi kerakligini hammamiz bilamiz deb o'ylardim. Afsus adashgan ekanman. Negadir hamma 100% toza steril bo'lishi kerak deb o'ylaydi yoki o'sha laktoza yetishmasligi sababli ham qancha onalar ona sutidan ayiryapti. Bitta ferment bilan to'g'irlab bo'ladigan muammo u axir yo'q, yaxshisi biz laktozani smes berish kerak. U ta'mi bir achchiq bo'lsa, bola uni olmaydi, u smesni, ona yig'lab yuribdi. Ya'ni bitta pediatrning noto'g'ri tavsiyasi bilan nechta ona va bola shunaqa muammoga uchrab qolishadi. Bu meni juda ham ko'p xafa qiladi. Qaniydi shu hamma o'qib, hamma rivojlanib, onalar ham o'z mas'uliyatini olib, ko'proq izlanib, o'zlari shu kelib shifokorga ichi bunaqa emas-u, men o'qidim, masalan, laktoza yetishmasligi bor ekan, menga ferment yozib bering deb murojaat qilishsa, pediatrga ham osonroq bo'ladi. Yoki-da o'sha antibiotik muammosida, men kasirva bo'ldi, menga antibiotik qilishdi, 3 kun bolamni emizmadim deyishadi. Voy, nimaga emizmadingiz? Mumkin emas-ku. Kim aytdi mumkin emas? Bilmadim deb qo'yishadi. Mumkin hozir juda ham ko'p antibiotiklar emizakli ayollarga mumkin, masalan, o'zlari kirib buni emas, unisini bering desalar bo'ladi-ku, boshqa antibiotik yozib bering. Ona o'zi ham harakat qilsa, talab qilsa, masalan, pediatrlar ham izlanishni boshlaydilar deb o'ylayman. Bizda onalarning hay, pediatr yaxshiroq biladi-ku deyishadi. Pediatrlar ham izlangilari kelmaydi, yaxshi smes yozib qo'yaman deyishadi. Izlangilari kelmaydi degan bo'lmasdan, vaqtlari yetmaydi va naqdlari ham desam bo'ladi, chunki boshqa muammoga
o'tib ketmoqdamiz. Ishi ko'p bo'lgani uchun, yuklamasi juda ham ko'p bo'lgani uchun va malaka oshirish, tibbiy malaka oshirish bu arzon emasligi uchun ularda vaqt ham, naqd ham yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham aytmoqdaman, o'zingiz bilimli bo'lishga intiling. Sizga kattakon rahmat Shahlo, vaqt ajratib, shunday chiroyli holatingizda kelib, o'zingiz tajribalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun, og'riqlaringiz bilan biz bilan bo'lishganingiz uchun o'ylaymanki, bitta siz yolg'iz emassiz, boshqa onalarda ham bunga o'xshagan og'riqlar bor va yaqin kelajakda bizda bunga qanaqadir yechim bo'ladi. Chunki xalq buni qidirib izlagandan keyin albatta yechim ham Xudo xohlasa topiladi. Sizga hamma yaxshiliklar tilayman. Malakangiz yildan yilga oshib borib, juda ham ko'p ayollarga yordam berish nasib qilsin. Oilangizda faqat tinchlik, totuvlik, ikki jon sog' salomat bag'ringizga eson-omon bosib oling kichkintoyimizni va yana Xudo xohlasa shunaqa efirlarda uchrashib turish va aholimizga foyda berish nasib qilib tursin. Rahmat Mushtari opa, juda ham xursand bo'ldim chaqirganingizga. Chunki aytgandek, qancha ko'p odamlar ona suti foydasi haqida, emizishlar haqida bilib olishsalar shuncha yaxshi. O'zim mana shu 1 soat gapirganlarim ichida men pediatrlarga nisbatan juda ko'p negativ bildirgandek ko'rindim. Balki aslida men ularga umuman qarshi emasman. Ularni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Shunchaki men har doim aytaman, men ona suti bo'yicha konsultant sifatida chaqaloqlarning advokati rolida bo'laman yoki prokuror yo'ldami. Shuning uchun faqat ularni tomonini olishga, ularning haq-huquqlarini himoyalashga harakat qilaman. Shu sababli talab qilamanki, hamma buni aynan chaqaloqlarning ehtiyojlarini hurmat qilishlarini va ularni nima deydi, asosiy ular organizmi uchun muhim bo'lgan o'sha ona sutini yetarli darajada onalar ham yetkazib berishini, atrofdagilar bunga xalaqit bermasligini, pediatrlar esa qo'llab-quvvatlashini juda ham xohlagan bo'lardi. Chunki bu ham diniy tomondan, ham sog'liq tomondan bizning burchimiz, farzimiz, bolajonlarimiz oldida. Kattakon rahmat. Yana shunaqa efirlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.